Do'stlar, quruvchi korxonalar uchun, quruvchi akalarimiz uchun ham sotuv ofislari juda ham ko'p qilganmiz. Mana shu orqamda turgan sotuv ofisi Farg'ona shahrining eng krutoy quruvchilaridan 5 bola buildingni sotuv ofisi bo'lgan va bu qilgan ishimiz ikkinchisi bo'lgan bular uchun. Bundan tashqari juda ham ko'p sotuvchilar uchun, quruvchilar uchun sotuv ofislari qilib berganmiz. Sotuv ofisini ko'chma qilganingizda bizga murojaat qilib, qulay tomoni nimada bo'ladi? Aynan mana shu ofisni aytadigan bo'lsak, qo'ygan paytimizda 1 yil bo'lyapti, qishda qo'ygandik. Uylar qurilayotgan joyga yaqin joyga qo'yilgan edi. Bu yerda ishlar ko'payib ketgandan keyin sotuv ofislari tashqariga chiqqan. Mana bu atrofda turganlari ham tashqariga chiqqan. Bilmadim qanday holatda olib chiqishgan bu narsani, lekin bizning do'konimiz haqida 100% ayta olaman. Bitta kran bilan mashinaga qo'yiladi, mashinaga qo'yib bemalol olib chiqib qo'yaveradi. Va bu kabi sotuv ofislarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Sotuv domlarini tugatib, sotuvlarni amalga oshirib bo'lgandan keyin keyingi uylarini qurishni boshlaganda olib borib faoliyatini davom ettirayotganlar juda ham ko'p. Shuning uchun uy quradigan akalarimizni ham biz bilan hamkorlik qilishlikka, mana shunday ko'chma sotuv ofislarini bizga buyurtma qilib tayyorlatishni tavsiya qilaman. Qachondir domlaringizni qurib, sotuvlaringizni amalga oshirib, boshqa joyda uy qurishni boshlagan paytingizda bemalol sotuv ofisiga olib borib, sotuvchisi, potuvchisi bilan olib borib, sotuvingizni yana boshqatdan amalga oshirishingiz mumkin. Bu degani ikkita xarajat qilmaysiz. Agar joyda quradigan bo'lsangiz, ketadigan paytingizda buzib ketasiz. Materialni chiqarib olaman deyishingiz mumkin. Eng kamida ish haqqiga kuyasiz va boshqatdan ish haqqi sarflaysiz. Va materialda ham 100% soppa-sog' chiqmaydi. Agar ko'chma qilinganda hamma yo'g'i but-butun ichidagi mebel, sebellari bilan yiqilmaydigan qilib yotqizib qo'yganingizda boshqa joyga ko'chirib faoliyatni davom ettirishingiz mumkin. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Farg'onada, Samarqandda filiallarimiz bor. Farg'onada filiallarimizdan Toshkentgacha va Vodiy, Samarqandda filialimizdan esa Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro va Samarqandni o'zi uchun xizmat qilamiz.